Liu Xiaolingtongdan keyin boshqa haqiqiy Sun Wukong chiqib boqmadi deydi. 大地上，大家一说孙悟空，可能第一个更多的想到的是我。 Endi Baluban Xiaoji qarsak haqiqatan bu muzikasi chiqib, mana Sun Wukongning jinda o'yini bilan boshlangani butkul Jolinxo, Balinxolarning bir balliqdagi bir aslimimiz go bizning, shunami? Haqiqatan bizning esimizga Sun Wukong sizlar shu Liu Xiaolingtong rol olgan shu Sun Wukong eng dastlab esimizga keladi. 40 yil vaqtda yoki Baluban Xiaoji 4 qitimdan ortiq qo'yilgan dunyo jin sirkulat yaratgan hech qanday yangishi televiziya teatri bunun oldiga ko'rishdi, bunun oldiga o'tamagan hozirgacha. Nimishkin o'qimaymiz elam televizorni yo'tkab qo'ysa, g'arb sayat tavsiyada bir chiqib qolsa yoki do'yinlarni servasda chiqib qolsa, ixtiyorsiz yeni ko'rib bitimiz. Gerçi qayt ko'rib yod bo'lib ketgan bir televiziya teatri bo'lsin. Shunami? Endi mushayatga Liu Xiaolingtong rol olgan Sun Wukong haqiqatan qalbimizdagi bir haqiqiy Sun Wukong. Buniki mayli rol elishi martiyel, qaltak o'yinchishi, mo'lliq etishi haqiqatan yuqori saviyada. Uning u vaqtda to'shavlar yo'q, shunami? Endi bu yerda Liu Xiaolingtongning asli ismi Zhang Jinlai. Maymun podsho oilasi tug'ilgan deydi. Endi nima bunday deydigan desam, buniki oilasi, bovsi, cho'ng dadisi qatorliq necha avlodlarning hammasi shu maymunning rolini ketgan. Yeni endi mamlik bizalik burunqi Jinju teatr deymiz, bir sahna teatrlari bor-ku, dang o'ynaydigan. Mushundaq rolda bularning jamiyati shu maxsus shu maymunning rolini Sun Wukong'ning bu g'arb sayat ishlanishdan burun xalq orasida nurg'un teatrlari o'ynalgan burundan tortib. Endi buning jamiyatidagilar burundan tortib shu rolni epkagan bir jamiyatgan to'q. Endi shu chaqda buning oilasiga jamiyatni epkatgan vaqtida Liu Xiaolingtong maymunning rolini chiqishga eng mos kelmaydigini, buning teni nihoyat ojiz, uning ko'zi jinsiyanka buning eng bo'lmaydi deb tanlabdi. Endi buniki bir aksi var ki Liu Xiaolingtong deb atab qo'ygan. Bu aksi kichik chig'dilla maymunning rolini elib ajoyib shuhrat qozonibdi. Dadisini bunga bak qoyil keldi. Biroq bu aksi ham 17 yosh vaqtida oqqan kesib tufaylidan olamda o'tibdi. Shuning bilan taqdir endi bu yerda Liu Xiaolingtongga mana Sun Wukong obrazini Baluban Xiaoji rol elishni o'rinlashtirilibdi. Endi bu yerda g'arb sayat 82 yildan boshlab ishlangan eng dastlab bir ichki qism, keyingi roman chiqsin degandek eng dastlab bu yerda Qartuxu davlatidagi ma'lum qismi qo'yilgan vaqtning o'zida hammaylar bu yerda Sun Wukongni olvasti baksat bir xil ifodalab qo'yibdi deb noit aytlab ketgan bu Liu Xiaolingtong. Shuning bilan buning dadisimi buning qoidalarini o'rgatgan. Liu Xiaolingtong o'zini o'yga solib olib, aynakka qarab kunda necha 10 soatlab mashq qilgan. Hatto bog'chiq berib maymunlarni boqqan, maxsus maymunlarni qishi turib, bularning ko'z qisishi, bir narsa ishi, uzum tatlishi, har bir harakatlarini inchiklik bilan o'rgangan. Endi Liu Xiaolingtongning shu vaqtdagi ko'zi 400 gradus jinsiyan, 200 gradus sangvan nurchachidi deydi. Mushundaq ahvolida Liu Xiaolingtong har kun kechsi qop-qorong'i uyga bir tal shamni yoki o'tni yondirib qo'yib, shuningga qarab o'tirib, bu yerga xo'yanjing otash ko'zini mushundaq mashq qildi. Shuning uchun Avliyo Peshvosining otash o'chig'ini yerib chiqqan ma ko'rinishni elam ko'rsak, bizga rostak Çin duygu buralaydı. Şunami? Bu yerki naqsimi ajoyib, hayvat.